Gazon qanchalik zich bo'lsa, mana bossa, u yana qaytib turadi. Qanchalik seriya bo'lsa, misol uchun vidini ham bizadi, bosganda qaytib turmaydi. Bo'ldi, siz o'sha 1 kvadrat metrga ko'proq urug' tashlagansiz, to'g'rimi? Nisbatan ko'proq qilib sepganimizda har o'rgan sari bu shoxlayveradi, soqolga o'xshab. Ya'ni sizga zich, seriya emas. Biz har doim Sifat, pulni qazanmagan. Sifatga qarab, misol uchun urug'ni ayamasdan sepamiz. Sifat qilib berishdi, misol uchun boshqalar ham sarafonli marketing bo'lib ketaveradi. Yo'q, ko'p joylarda ko'raman, ekkandan keyin mana oldingi safar ektirdik-da biz. Oldingi yili. Keyin ketgandan keyin 1 oydan keyin qanaqangidir dog' bo'lib, qatlar bir qurib qoldi. Keyin seriya bo'lib qoldi bir xil joylar. Sarg'ayib. Lekin bu mana Xudoga shukr 21 kunning ichida birorta joyi sarg'aygani yo'q. Mana sizlarga natija. Endi bilasizlar, men ham uncha-muncha joyga zakaz ko'rmayman, lekin mana shu ukamga zakaz qilib faqat baraka topdim. Hammanglarga tavsiya qilaman. Ishonmayman siz menga chiqishingizga. To'g'risi.